Kennedy prezident bo'lgach, AQSh dollarini bosib chiqaruvchi federal zaxira tizimini davlatga bo'ysundirmoqchi bo'ladi. 18-asrdan beri federal zaxira tizimi o'zi Rothschildlar oilasiga tegishli bo'lgan. 1812-yilda bo'lib o'tgan AQSh-Angliya o'rtasidagi urush vaqtida Rothschildlar Amerikani yashirincha moliyaviy qo'llagan. Buning evaziga oila dollarni bosib chiqarish va AQSh markaziy bankini yuritishni o'z tasarrufiga olgan edi. Shu Amerika puli Yahudiy oilaning nazoratida bo'lib kelmoqda. John Kennedy yuritgan ichki siyosat Yahudiy oilaga katta zarar keltirishi aniq edi. Prezident bu qarorida qat'iy turib olib, 11110-sonli buyruqni imzoladi. Unga ko'ra, federal zaxira tizimi o'z vakolatlarini Moliya vazirligiga o'tkazishi kerak bo'lgan. Dollar chiqaruvchi mashinani yo'qotib qo'ymaslik uchun Rothschildlar oilasi Kennedyni o'yindan chiqargan bo'lishi mumkin. Prezident o'limidan 5 oy muqaddam imzolangan 11110-sonli qarorning ijrosi mash'um qotillikdan 3 oycha vaqt o'tgach to'xtab qolgan. Bir necha yil o'tib o'sha buyruq rasman bekor ham qilinadi.